jiyanimni siz o'ldirgansiz deyishganda ishonmagandim. Cholga ko'z quloq bo'ptir. Qayerga boryapti, nima qilyapti, kim bilan uchrashyapti, hammasini menga yozibdir. Meni xotinchi? Ha. Gap yo'q, rosa chaqqon. Kim bor? Rustam aka? Ahvolingizni qarang, Rustam aka. Nima qilibdi ahvolimga? Men sizni birinchi marta bu ahvolda ko'rishim. Kimlar bilan o'rtoqchilik qilyapsiz? Ha, aytmadingmi? Hamma ishni chuvalashtirgan menman. O'zim pishirgan oshni o'zim yeyman deb aytmadingmi? Menga yaxshi bir o'zim yeydigan ovqat qilib kelsin. Yemayotgan ovqatlaringizni axlatga tashlavormang. Qizingizni ko'z yoshi oqmaydi deb va'da bergandingiz. İçinden rosa pişken yigit ekan eringim. Kambag'aldan chiqqanda endi. Siz izlagan barcha ko'rsatuv va seriallarning to'liq qismlari endi sevimli YouTube sahifasida. Premyeralarni birinchilardan ko'rib boring. Obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib, hech bir qismni o'tkazib yubormang. Dada, menga ham biror narsa ochib bering. Qo'y. Erim baribir seni ishlatmaydi. Ishlatadi. Go'zallik saloni ochib bersangiz, mazza qilib ishlayman. O'zim yurg'izardim. Ering o'tib ketgan rashkchi bo'lsa, seni ishlatarmikin? Meni o'zim ko'ndirib olaman. Siz xavotir olmang. Mayli. Agar ko'ndirsang ochib beraman. Men ham bir biznes lady bo'lib yuray. Mayli. Shunaqa qilib yur. Boshqalardan nima kaming bor? Kimsan? Rahmatboyning qizisan. Shuni ayting. Uyda tozalab o'tirish jonimga tegdi. O'zim uchun yashashim kerak-ku. Ha. Kiring. Nimaga keldingiz? Meni malikam kasal bo'lib qopti deb eshitdim. Birinchidan, sizni malikangiz emasman. Ikkinchidan, tez yetkazishibdi. Yaxshi eshitaman. Bir paytlari malikamidingiz. Malikam deb chaqiringdirdiz. Ay. Yosh edim. Ko'p narsani tushunmasdim. Muddaoga o'ting. Rostdan ham kasalmisan? Sizga nima? Menga qara. Meni mol-mulkimni qachon qaytarasan? Men sizdan hech narsa olmaganmi? Yo'q. Hech qachon hech narsa qaytarib bermayman. Nimaiki bergan bo'lsangiz, hammasini o'zingiz bergansiz. Zo'rlab olmaganman. Jonim, sevaman, o'laman. Senga uni sovg'a qilaman, buni sovg'a qilaman deb o'zingiz bergansiz. Yaxshi. Unda men ham shunaqa qilaman. O'zing qanaqa qilib qaytarib berganingni o'zing ham bilmay qolasan. Bilganingizni qiling. Meni ko'zimga umuman ko'rinmang. Lekin buni iloji yo'q. Men narsalarimni qaytarib olmaganimcha qayta kelaveraman.
Xullas, sendaqa firibgarga beradigan narsam yo'q. Undan ko'ra birorta yo'qsilga bersam, ancha savob bo'ladi. Shunaqa erkaklarni tushunmayman-da. O'zinglar qo'shqo'llab berasizlar, sovg'a qilasizlar, boshinglar aylanadi, sevaman, o'laman. Keyin yana qaytarib olishga harakat qilasizlar. Sizdan qo'rqmayman. Yo'q, Xohlaganingizni qiling. bekor qilasan. Qo'rqqaning yaxshi edi. Ering bilib qolsa, nima qilasan? Bilsa bilaversin. Xohlasangiz hozir chiqib ayting. Yo'q, U ham xuddi sizga o'xshab, sevdim, o'ldim, kuydim deb hamma narsasini sovg'a qilyapti. Men hech narsa talab qilayotganim yo'q. zo'rsan. Nima bo'lganda ham buni hammasi meni muammoyim. Bu iblisning urg'achisi hech narsadan qo'rqmaydi. Hech narsadan tap tortmaydi. Nima qilsam bo'lar ekan? Gapingiz tugadimi? Nima edi? Chiqib keting, dam olmoqchiman. Charchadingizmi? Ha, seni yolg'onlaring ko'p. Sen yolg'onlaring ichida yashaysan. Qani ko'ramiz. Mana shu yolg'onlaring bilan qayergacha borar ekansan? Havas qilyapsizmi? Mena senga achinyapman. Sizdan uzoqqa boraman. Bu aniq. Ko'ramiz. Chiqib keting. Mayli. Yolg'onda kam kasal bo'lsang ham tuzalib ket. Men hali yana qayta kelaman. Men albatta seni ko'rgani kelaman. Malikam, Rahmat. omon bo'l. Sodiq Turg'unovich, men qaynotani topdim. Xo'sh, qayerdan topding? Qibrayda choyxonasi bor ekan. Ko'pincha shu yerda bo'lar ekan. Oldingi qibrozlarni choyxonasimi? Bilmayman. Kechqurunga o'tamiz. Tayyorgarlik ko'rib turgan, tushundingmi? Xo'p bo'ladi. Bor. Qani ko'raylikchi. Kim ekan bu qaynotasi? Afzal boyvachchanim. Nazokat bo'lgan deydi. Choy damlab berardim. Shu choyni ichmasam negadir mazam qochadigan bo'lganda yomon o'rgatib qo'ydi. Assalomu alaykum aya. Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizmi? Keldinglarmi? Ha, keldik. Ha, O'zing keldik. yaxshimisan? Yaxshi. Mayli bor, kelinga qarash. Kelin o'zi qani? Olib keldik. Faqat shart qo'yishdi. Nima deyishdi? Ertadan boshlab Nozima, Farhod alohida yashashadi. Tushunmadim. Alohida yashaydi? Siz shunga ko'nib keldingizmi? Boshqa chora bormi?
Chol qayerda? Ano Jahongir bilan qanaqadir choyxonaga borishar ekan. Menga javob berib Qanaqa choyxona? Men qayerdan bilaman? Meni olib bormadi. Demak, men bilishim kerak bo'lmagan birorta ish bor. Mayli, bilganini qilsin. Senga ish bor. Oyi, kriminal bo'lsa aralashmayman. G'aybullani qo'rqitib qo'yish kerak. Juda haddidan oshyapti. Men aralashmayman, lekin odam topib berishim mumkin. Yo'q. O'zing qilasan. Pulingni olasan. Afzal bilan qurilishda ishlayapti. Boshiga g'ish tushib ketsa yetadi. Men bu qaroringizga rozi emasman. Nega endi yakka yagona o'g'lim mendan uzoqda yashash kerak? Agar tilingni tiyib yurganingda shunaqa bo'lmasdi. Kelin bilan chiqish olmayotganmiding? Demak, shunisi ma'qul. Ikkaloving ham tinchiysan. Men nima qildim-a? Nuqul men aybdorman-a? Boshdan tegirmon yurg'izdimmi? Nima qildim, ayting? Seni aybing yo'q. Oppoqsan. Oppoqman. Qudalaring shu shartni qo'ydi. Men rozi bo'ldim. O'ylab qarasam, mana shu narsa tinch ekan. Xo'sh. Endi meni dilimni ortib chiqib ketishadimi? Iloyim kelinidan qaytsin. Bitta bolamni mendan ayiradigan bo'lsa, o'zini ham boshiga tushsin. Vijdonsizlar. Xo'p. Men rozi bo'ldim ham deylik. Qurilishga qanaqa qilib kirib boraman oyi? O'zing kirma. Birontasi bilan gaplashasan. Baxtsiz hodisani uyushtirib berasan. Oyi, tekinga qilmaydi hech kim. Pulini beraman. Agar cholga borib valdirab qo'ysa, hammasi fosh bo'ladi. Vaqtida yopdi qilib bor. Qancha so'rasa beraman. O'lishi shart emas. Tildan qolsin. Gapira olmasa yana ham yaxshi bo'ladi. Tanish qidirib ko'r, kimdir topiladi. Undan ko'ra, qurilishga o'zimizni odamni kirgizsak-chi, oyi? Pulni eshitishing bilan kallang ishlab qoladi. O'zim masalani hal qilaman, oyijon. Mashinani kaltini tashab ket. Zerikdim, aylanib kelaman. Xo'p bo'ladi, xo'p. Ketdik. Uyatsizlar. Endi bolamni rohatini ko'raman deganimda, bag'rimdan bolamni yulib olib ketadimi, a? Nimasi bu? Juda oshirib yubormadingmi? Nimaga oshiraman? Nimaga oshiraman? Esingdami bundan 23 yil avvalgi voqealar? Esimda yo'q. Oxirgi payt shunaqa esanroq bo'lib qolganman. Bir eslatib oling, nima bo'lgan ekan? Meni esimda. Juda yaxshi esimda. Men ham bitta o'g'il edim. Sen ham alohida yashaymiz deb turib olganding. Oyim boshida yig'lagandilar. Keyin esa indamay qo'ydilar. Men unda majbur bo'lganman. Eslaysiz-a? Yaxshigina eslaysiz. Sen ham meni xuddi shunaqa qilib olib chiqib ketgansan. Buni qaytar dunyo deyishadi.
Unda meni ahvolim og'ir edi. Oyimni yig'laganlarini ko'rganmiding? Ko'rmaganman. Senga ko'rsatmaganlar. Chunki juda kuchli ayol edilar. Lekin men ko'rganman. Ha, qizim, yaxshimisiz? Nima bo'ldi? Kayfiyatingiz yo'q. Shifokoram hayron. Ketma-ket ikkinchi farzandim nobud bo'ldi. Nima qilaman endi? O'zidan o'zi nobud bo'lmas. Biror bir sababi bordir. Oyi, hamma analizlarim yaxshi chiqqan. Yoki eskishadanmikin? Onam Kinnachining uyiga borganlarida mana shu uyda gap joyni o'zgartirgan dedilar. Keyin bir qo'shnimiz bor. O'sha kelinning ham farzandi bo'lmayotgandi. Ular uyni almashtirishgandi, farzandli bo'lishdi. Unaqa bo'lsa, mana meni xonamga ko'ching. Oyi, sizni xonangizda-chi havo yo'q. Yuragim siqiladi, tinmay boshim og'riydi. Bo'lmaydi, oyi, sizni xonangiz bo'lmaydi. Umuman boshqa hovliga chiqib ketaylik. Men boshqa hovliga ko'cha olmayman. O'zimni uyimga o'rganganman. Bo'lmasam biz ko'chamiz. Yo'q. Rasuljon ko'nmasa kerak. U meni tashlab keta olmaydi. Agar bola kerak bo'lsa, meni yaxshi ko'rsalar, oilani saqlab qolish uchun ko'nadilar. Oyjon, biz bolali bo'lgandan keyin qaytib kelamiz. Bilganinglarni qilinglar. Sen joydami, o'ylab gapiryapsanmi? Ketdi hammasi. Nima qildi deysan? Oyjonga tushuntirdim, uyni almashtiraylik dedim. Ketaman deyapman, siz ko'nmayapsiz. Qayoqqa ketasan? O'ylab gapir. Farzandli bo'lishni xohlasangiz, alohida chiqib ketishimiz kerak. Gap tamom, vassalom. Bu nima deganing? Sen joydami? Qanaqa qilib oyimni o'zlarini tashlab chiqib ketaman? Hech qachon meni gapimga quloq solmaysiz. Ozgina sabr qilsak biror narsa bo'lib qolasanmi? Ketib ketdi hammasi. Nima joningga tegdi, ha? Nima joningga tegdi? Qayoqqa ketasan? O'ylab gapir. Oyjon bilan o'zingiz yashang. Sen joydami? O'zingni boshingga ham shu kunlar keldimi? O'shanda onam ancha qarib qolgandilar. Men farzandli bo'lishimiz uchun harakat qilganman. Bolali bo'lganimizdan keyin ham qaytmading-ku. Necha marta aytdim. Yur, onam uyga ko'chamiz desam, yo'q. U yerda sharoit yo'q, chidolmayman degan kim? Men. Lekin biz chiqib ketsak oyimga qiyin bo'ladi deb o'ylamaganman. Yosh bo'lganman. Hozir o'zimni boshimga tushgandan keyin shu narsalarni his qilyapman. Onam bechora o'shandan keyin ko'pga bormadilar. Farhod 6 oyligida o'tib ketdilar. Balkim yonlarida bo'lganimda hanuzgacha yashayotgan bo'larmidilar. To'g'ri. O'shanda biz noto'g'ri qilganmiz. Tan olaman. Sen hatto Farhodni tuzukroq olib bormagansan ham. Bor yo'g'i 2 marta borib duo qilganlar. Bolangni qizg'anib uyda olib o'tirarding. Esizdami? O'sha paytda sariq kasal ko'p edi.
Farhodni ehtiyot qilganman, yuqib qolmasin deganman, qo'rqganman. Bahonang tayyor. Sen nima qilgan bo'lsang, keliningdan qaytishiga tayyor tur. Ha, opa. Oyog'ingiz og'riyaptimi? Zirqirab ketyapti. Boshida menda ham shunaqa bo'lardi. Qo'llarim tortishib qolgan paytlari bo'lgan. Kechasi bilan zirqirab chiqardi. Qora ish shunisi yomon-da. To'kilib ado bo'lasan. Meni ham bolalarimni birortasi o'qimadi-da. Hozir bu yerda ishlab yurmasdim. Puli bola chaqasidan ortmaydi. Men ularga tayyor dastyorman. Meni qizim xudo xolasa maosh olsa, men bu yerda ishlamayman. Baraka topsin qizingiz. Bir ham aqlli qizingiz. Ha, ancha yonimga kirib qoldi. Balkim keyingi oydan ishga chiqmasman. Shu oy amallab turing. Iloyim chiqmang. Assalomu alaykum. Va alaykum. Yaxshimisiz oyijon? Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat. Yaxshi ishlayapsizmi? Ha? Ha, nima bo'ldi oyijon? Menga qara, hali ishim tugashiga 2 soat bor. Nima qilibdi oyijon? Siz o'tirib turing, men o'rningizga ish qilaman. Fartogingizni bering menga. Mayli. Kel, bo'ylab qo'y. Baraka top. Bo'ldimi? Ha, bo'ldi. Oyijon, siz o'tiring, men o'zim yuberaman, xo'p? Voy. Ke bolam. Ke. Rustamjon bolam. Ke. Oyijon. Charchadingmi? Ke bolam. Ke. Oyi. Ke. Charchabsan-a bolam? Charchadim. Judayam charchadim. Ke bolam. Damingni ol. Charchadim. Yot. Charchadim. Yot, bolam. Charchadim, oyi. Charchadim. Allayday. Charchadim. Balla. Allayo. Allah. Barlig'ing menga dalda. Allayo.
Aka, o'zingizga keldingizmi? Mang. Mana shuni ichib oling. Rahmat. Sen bu yerda nima qilyapsan? Ertalabdan beri tepangizda o'tiribman. O'zingizga kelishingizni kutdim. Tinchlikmi? Juda mehribon bo'lib qolibsiz. Shunchaki sizni bunaqa ahvolda tashlab keta olmadim. Rahmat. Qanday sizga minnatdorchilik bildirsam ekan, a? Xohlasangiz kartangizga pul tashib beraman. Ha? Sizni pulingizga zor qolgan joyim yo'q. Rahmat. Kerak emas. Ja. Tekinga hech narsa qilmasdingiz-ku. Bo'ldi aka. Kesatavermang. Men ham odamman. O'zi qilgan ishimdan afsuslanyapman. Yo'q. Siz hali afsuslanadigan odatingiz ham bormi? Bor. Agar kelganing uchun afsuslanayotgan bo'lsang, ketaver, ana eshik. Seni hech kim ushlab turgani yo'q. Xavotir olmang, haydamasangiz ham ketaman. Menga qarang aka. O'zi nimaga ichyapsiz? Qotib qolguncha ichadigan odatingiz yo'q edi-yu. O'sha xotiningiz edimi? Faqat yolg'izlik deb asabimga tegmang. Yoki boshqa muammoyingiz bormi? Men bir yo'la 3 ta insondan ayrildim. Onamdan ayrildim. Zulfiyadan, hali tug'ilmagan bolamdan ayrildim. Mana shularning hammasi meni ahmoqligim tufayli. Shaxmatda birato'la shto figurasini yo'qotib, mot bo'lgan o'yinchiga o'xshayman. Boshim yorilib ketay deyapti. Dori beraymi? Yordam beradi. Mayli. Bering. Voh, voh, ma, qara. Uy, donga qaramaydi-ya. Ol. Ha, to'qmisan? Urushqoq. Ol, ey, doningni ye. Ye doningni. Qonni to'q qaramaydi ham. Ha, qonning to'yib qopti-da. Assalomu alaykum, bobo. E? Yaxshimisiz? Azimjon, nega kecha olib ketding?
Endi xavotir olishni boshladim. Dada bugun kursimizga men tengi qiz keldi. Ustoz bo'lib. Yo'q-e? IELTSdan 8 olgan ekan. Ha. Boshida hech kim mensimadi. Keyin natijasini eshitib hamma hayron qoldi. O'zi hamchi 5 yil tinimsiz o'qigan ekan. Ana, ko'rdingmi oğlum? Sen tengilar ustozlik qilyapti. Ilmli odam hech qachon kam bo'lmaydi. Ey o'g'lim, sen bo'lsang, umringni bir balolarga band qilib yuribsan. Agar men ham 5-sinfdan boshlaganimda hozir men ham zo'r natijaga erishgan bo'lardim. Mayli bolam, hechdan ko'ra kech. Doda o'sha qizcha rosa qiynalgan ekan. O'qishdan keyin kafega borib idish yuvorgan oyisi bilan. Bunaqa wunderkind kalla bilan idish yuvish dahshat. Hozir u qiz dunyoni qanaqadir institutga topshirsa grantga kiradi. Bolam, mehnatni uyati bormi? O'sha qizni otasiga rahmat. Eng qizig'i, otasi ham yo'q ekan-da u qizi. Shunaqa degan. Mayli. Menga qara. Qoning ham ochib ketgandir. Bor, kiyinib chiqing. Ikkalamiz birgalikda mazza qilib ovqatlanamiz. Bo'ldi. Xo'p, bobo, xo'p. Bora qol, bolam. Toyim. Chuku. Doningni bir pasda yeb oldingmi, ha? Bir pasda yeb oldingmi? Qara, ola qol. Ju. Haddakang xo'roz. Ha, Keldik. shu yermi? Ha, shu yer. Yaxshi. Ehtiyot bo'ling. Yuring. Men bu choyxonani yaxshi bilaman. Eski qimorvozlarning joyi-ku. Kelib turarmidingiz bu yerga? Ha, yoshligimda ko'p kelganman. Ishqilib, shu yerdamikan? Shu yerda ekan. Uyga ketmas ekan. Demak, bu ham qimorvoz. Mashinani to'g'irlab qo'y. Xo'p bo'ladi. Yer. Qani? Xo'jayin, shu kal odam qaynota bo'ladi. Shumi? Ha, shu. Hozir. Assalomu alaykum. Kelinglar. Assalomu alaykum. Assalom. Shu yerda bir tadbir o'tkazmoqchi edim. Bu oddiy bir choyxona bo'lsa, tadbir uchun kafemi, restoranmi gaplashganingiz ma'qul emasmi? Yo'q. Menga xuddi mana shu choyxona kerak. Menga yoqdi. Mayli. Sizga yoqsa yozdirib qo'yamiz. Nech kilo osh damlash kerak? Hammasini bolalar yozib olishadi. So'ragan ayb yo'q. Mabodo siz Peterburgda xizmat qilmaganmisiz? Ha, qilganman. 403 harbiy qismda, oshxonada ovqat tarqatmaganmisiz? Tarqatganman. Ana, Siz qayerdan bilasiz?
Men ham o'sha yerda xizmat qilganman. Yaxshilab aytsam ko'ring-chi. Esimda bor ekanmi? Kecha yegan ovqatimni eslolmayman-u. Ko'chasi Shamar to'yiradi suvni bo'yida. Sodiq? G'irt o'zi. Do'stim, salomatinglar yaxshimi? Omonmisiz? Omonmisiz, do'stim? Bormisiz, do'stim? Ko'rganimdan xursandman. Qaysi shamollar uchirdi? 40 yil bo'pti. Qarang, bir pasda 40 yil o'tib ketdi. Ha, shunaqa. Hech ham bu sizni uchrataman deb o'ylamasdim. Ha, oddiygina bir yuvoshgina ovqat tarqatib yuradigan bola bu yerda nima qilyapti? Ha, bu Qimorozani cho'g'onasida. Endi hayot shunaqa ekanda. Yuvoshlarni ham sher Ha, qilyapti. to'g'ri. Qani, marhamat. Qani, Yuringlar. boshlang. Qani, Yuring. kelinglar. Shu yerda qol. Xo'p bo'ladi. Kelinglar. Aka. Mana, ichib oling. Suv. Biz kasallarimizga shu doridan beramiz. Men kasal emasman. Kasalsiz. Ichkilikka berildingizmi? Kasalsiz. Bu ruhiyat bilan bog'liq kasallik. Bugun dardingizni unutish uchun ichasiz. Ertaga unga qaram bo'lib qolganingiz uchun ichasiz. Indinga voz kecha olmaganingiz uchun ichasiz. Sen menga aql o'rgatma. O'zim bilaman nima qilishni. Voy bu. Ishxonadan 11 marta qo'ng'iroq bo'pti-ku. Tinchlik ekan ish qilib. Lekin Rustam aka, bu ahvolda ishga bora ko'rmang. Sen ishlaring bo'lsa qilaver, menga aql o'rgatma. Bormasam bo'lmaydi. Bugun muhim uchrashuvim bor edi. Esimdan chiqibdi. Kamroq ochish kerak edi. Bo'pti. Men ketdim. Yaxshi bor. Ha, yana bir narsani aytish esimdan chiqibdi. Ichgan odamni hamkasblarining oldida hurmati qolmaydi. Mana shuni ham esingizdan chiqarmang, aka. Ahvolingni qara, Rustam. Men avval bu yerga havasga kelardim. Kechasi qimorvozlarga ovqat pishirib berardim. Sekin-sekin ularni qilmishlarini tushunib qoldim. Bir ikki oshiq tashuvdim. Katta pul yutib oldim. Keyin asta-sekin o'yindan chiqaman desam, bir marta qo'shilgan odam bu yo'ldan chiqa olmas ekan. Shu bilan qolib ketdim. Ey do'stim, yoshligimda men ham bu yerlarga ko'p kelib turardim. Nega ko'rishmaganmiz? Sababi men tavba qilib ketganman bu yerdan. Chunki bilasizmi? Rosa g'iromlar ko'p bo'lardi. Ha, haligi sariq kalla kasallar ham hali ham bormi? Yo'q ketganmi? O'lib ketdi. Pulni bermaganlarga o'shani jo'natishardi. O'zingizdan gapiring. O'zingiz nimalar qilyapsiz?
qurilish kompaniyam bor. Shuni boshqaraman-da. Hozir nima ko'p? Qurilish ko'p. Har ikkitadan bittasi uy qurib sotyapti. Bilsa bilmasa uy qurib yotishibdi. Shunaqa. Lekin choyxonada oshiq tashlashdan yaxshiroq. Men ham bir paytlar obro'li joyda ishlardim. Maoshdan maoshga kun ko'ra olmay qoldim. Bo'yinbog'ni taqib olib, bir simga muhtoj bo'lib, yurishni kimga keragi bor? Chapani bugunu puling bo'lsin. To'g'ri. Meni esizdami, komandardan rosa himoya qilardingiz. Buni evaziga siz menga ko'proq ovqat suzib berardingiz. Shunaqa. Keyin bir ikkita oshqilishlarimiz esingizda bormi armiyada? Esimda. Qo'yog'i qo'y go'shtida. Ha, shunaqa. Ha, u paytlar zo'r dovullar bo'lgan ekan. Qozon ham yo'q. Kastrulkada qilardik. Ha, kastrulkada qilardik. Ertasi kuni Power King so'kib ketardi meni. Xo'sh, birinchi ish kuning qalay o'tdi? Ustozlik qilish qiynamas ekanmi? Unchalik qiynalmadim. Gaplashib olishimiz kerak, oyi. Xotining haqidami? Xo'sh. Men aybim nima? Shu uyni toza tuting, yaxshi kelin bo'ling deganimmi? Yana men yomon otliq bo'ldimmi? O'rgansa, ozoda o'tirsa o'ziga foyda-yu. Qanaqa yomon qaynonalar bor-a? Men unaqa emasman-ku. Ikki og'iz gapimni ko'tara olmasa-ya, endi bir shuni sabab qilib alohida chiqib ketishinglar kerakmi? Yana kamiga dadang va'da berib kelibdilar, alohida yashashadi deb. Dadam bergan va'dani men berganim yo'q. Oyim men siz bilan urushgani tushganim yo'q. Oyi, agar ket desangiz ketaman. Qol desangiz sizga qarshi chiqmayman. Mo'jiza qurilish kompaniyasiga siz pul tikasiz deb eshitdim. Shu rostmi? Ha, rost. Men tikanman. O'sha loyiha meniki edi. Doda, birinchi kelganda rosa jinni bo'lgan ekanman-a. Hozir eslasam kulgim keladi, to'g'risi. Bilasanmi bolam? Odamni mehnat tarbiyalaydi. Sen mehnat qilishga o'rganyapsan. Menimcha u kuyovga qarshi bormasa kerak. Endi odamzodda ukam bilib bo'lmaydi. Menimcha qaynota kuyov orasi yaxshi emas. Nima bu ahvol? Nimaga hech qatni tozalamagansan? Oyi, bu bizning uyimiz emas-ku. Nimaga tozalayman? Bano. Banu? Oh my god, कितना प्यारा है। मुझे भी लेना है। 200 रुपये कितने का है? ये कहती है आईफोन को देख के कहती है विबल गई थी। जूस जूस जूस
फील्ड में तो काम ना करूँ लिस्ट बना रहा हूँ देख लो हो जाएगा ओके आई विल ट्राई माय ब्रदर आई विल ट्राई तो दोस्तों आवाज़ आ रही है आपका 1 2 3 माइक टेस्टिंग जिसको आवाज़ नहीं आ रही वो अपने ब्लूटूथ चेंज कर ले कुछ लोग भाई आपने चाय पी है शमशीर भाई क्या आपने चाय पीनी है मुफ्ता लगाया ना कैसे पिए बेइज्जती कर दी यार तू हफीज फिर जी यार पैसे तो दे किस कर दे क्या नहीं बस मेरे पापा मांगे नहीं था फिर मैंने पापा खवा रहा यार तो रोना क्यों कहते हैं सुन क्या कहते हैं सुन कहते पूछा नहीं है तूने मैं कहता मैंने पूछ लिया ना रोज भी बैठी हुई है ईमान भी बैठी हुई दोनों मुझे मारेंगे एक बार फिर भी करना ना इसमें मैं किसी को सलाह मारूंगा आज तक ये ईमान भी बोल रहा ओके सर वो पैसे वो वैसे भी नहीं दिए देखो देखो देख लो बच गया एक सरकारी चाय गुजारा करेंगे एक जूस पी लेगा एक है फ्री वाला माल लगा रहेगा असा सरकारी चाय पीने गुजारा करेंगे तो खाता ए वो कंजूस है जहाँ पे पैसे जाए क्या नहीं करना ये तो बात तू ना क्या करेगा हैं तू बात ही नहीं करेगा मैं ना क्या करूँ जी तू मुझे जानता तो है ना तुझे परेशान थी मेरी कितम खुशी क्या नहीं पूछा लोग बदल मैं पूरे भाई तो बोला क्या भाई दे भाई लंबी फोन दे तेरे क्या शमशीर काम दे किसके यार बबल खा गया अकेला क्या देगा तो जूस पी के पूछा हमसे यार इसको नहीं आता तू यार चले मेरे जितने भी यार हैं उन्हें किसी को भी नहीं पता जिनके पास आईफोन भी है ढक्कन है सारे आईफोन में हाँ आईफोन नया नहीं बनाना है फिर ये नहीं बनाना यूट्यूब पे वीडियो देख लेते हैं कर लेते हैं आएगा नहीं ये 100% मुझे यकीन है कोई भी तुमको तो होना चाहिए नहीं यार जैसे अपनी मेल पर जाती है जाके रिमूव रैम ले लें जाके रिमूव रैम किसी होगा तो जो कैसे हैं आप लोग हेलो आवाज़ आ रही है नहीं आ रही तो खुद बोल रहे आपको आवाज़ आ रही है नहीं आ रही ना क्योंकि मैं बोला ही नहीं ये हमारे प्यारे भाई आज आईफोन लेके आए हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ ये हमने सेल लगा दिया सिर्फ 2500 में ठीक है इसमें कलर और भी है सेल ही नहीं ठीक है ये हमारे प्यारे भाई आईफोन पकड़ के लाए हैं किसी से और इस आईफोन पे हम लोग ना मेरे बैकग्राउंड से पहले पता और ये फजूल बना रहे हैं
तो ये लेके आए हैं हम लोग और इसमें हमारे पास कलर भी हो रहे हैं और इस पर हमने सेल लगाई हुई है। ठीक है, ये देखिए ये आईफोन है। ये आपको केले वाला भी मिल जाएगा अगर आपने किसी ने लेना हो। आईफोन केले में भी अवेलेबल है और खजूर में भी मिल जाएगा, खजूर भी है, खजूर वाला आईफोन। तो जिसने लेना है हमें यूट्यूब पे इनबॉक्स कर सकते हैं। अच्छा था, इनबॉक्स कर लेना है ये वीडियो। Bro, I did it. So, again, baru. चावल नहीं है अभी लेने जा यार क्यों है छोटी वीडियो मैंने ये कुछ बोला ये वीडियो में कुछ बैग है तो वापस आ गई इधर बताओ इसका कुछ यार तुम्हारे दूसरी क्या नहीं बताइए कि तुम अभी बात करते मेरे पास व्हाट्सएप ऑनलाइन कर दिया 5 बजे बताते हैं। ये हमारे पास वो कलाई है, ठीक है, जिस भाई ने ली है वो एक लोग दिखा देते ना 4,000 का एयरपोर्ट पे पागल भी नहीं है, ठीक है, सस्ते भी लोग हैं। अभी हमारे ब्लॉग देखे नहीं हैं, पकड़ने वाले हम जिस दिन ब्लॉग बनाते हैं ना, जो चीज़ हाथ में है एयरपोर्ट्स आगे एक लोग उस पर बना दिया कैसे एयरपोर्ट है, ये यहाँ से लिए हैं, ऐसे ऐसे, ये वो 4,000 ये वो हर चीज़ सेल करते हैं भाई भाई मोबाइलों को कैसे मन क्या होता तो हो जाएगा 12-13 चोर वाले रिंग लगे सारी जिंदगी क्या भाई 2,000 दो तेरे मोबाइल का 2,000 दो 50 रुपये किराए के भी ले लें 100 रुपये पेट्रोल का ले ले यार, चलो हैं भाला वाले खराब होने चाहिए फेंकी नहीं कोई नहीं फेंकी किस तरीके नहीं बोले कोई ख्याल नहीं एंजॉय करो। यार आप लोग बोर ना हो इसलिए आपसे बात करता हूँ थोड़ी देर बाद।
ये बॉक्स आ गया हमारे पास किसी प्लेन में। ये मैं आज लॉक लेके आया हूँ, ये देखें, ठीक है। और ये खाली निकला है, कंपनी वालों ने मुझे धोखा दिया है, इसमें कुछ भी नहीं है। कैसे रह सकते हैं फ्री से? ये देखिए, ये मेरे पास 2 कीज़ है, इससे लॉक ओपन हो जाता है और इससे लॉक ओपन हो जाता है। इससे लॉक ओपन हो जाता है, इससे लग देखें, ये 2 कीज़ हैं, इनमें से इससे लॉक लगाते हैं और इससे खोलते हैं। आप चाहें तो इससे लगा के इससे खोल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। यार मैं आगे होकर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम बैठे हैं बड़ी कसूती सी जगह पर, यहाँ पे हम ऊंचा नहीं बोल सकते। ऐसे समझ लें हम छुप के वीडियो बना रहे हैं, मिशन पे बैठे हैं। हाउ मच? 11 मिनट। ऑर्डर नहीं आने पे यार, मुबशिर भाई ऑर्डर नहीं आ रहे। हाँ आ गया, लिटर का आ गया। एक का ऐसा मेलदार 1.5 घंटा ली गया था बाहर। नीचे बंदे आपके वेट कर रहे हैं 15 मिनट से, टैग किया हुआ है वो बोल रहे हैं। मैसेज नहीं देख सकता ना कि क्वालिटी वाले नंबर पे, क्वालिटी वाले पे नहीं क्या है, भूल जाती है। हाँ इसलिए इसने मुझे गलत बताया, मैं कहती है इसको दमे की बीमारी भी है, इसका माइंड का भी थोड़ा सा इशू है, इसलिए इसने क्या पता करती है इसकी, यानी कि घर वालों से बैग में होगी भाई, किसके पास है एल की, अच्छा एल की, एल की अच्छा पहले से मिलती है। टीम सारे लोग दीवान वाली पुली पे पहुंचे, मैं वेट कर रहा हूँ क्रॉस करने को रही। ओके गाइस, मिलते हैं आपको किसी और न्यू व्लॉग में, तब तक हमें ना भूलें क्योंकि हम आपके फीड में दोबारा करते रहेंगे। शुक्रिया, और जिसको व्लॉग अच्छा लगा हमें इनबॉक्स कर दो यूट्यूब पे। ओके गाइस, हमें यूट्यूब पे इनबॉक्स करें, हम आपको आईफोन गिव अवे करेंगे। अरे आप लव यू, ठीक है संगत। सोचिए वैसे किस देख कर रहा है, हेलो किस देख रही है, मिलेगी दे मेरे को दे मोड़ेंगे। नीचे आओ भाई, क्या किया हुआ है वाली तो नहीं। हाँ नीचे आओ भाई, हेलो घाट का पीछे देखिए क्या मुंह पे कहाँ से आते हैं हम लोग। ये देखिए कैसे इसलिए मुँह खोला हुआ है। उम्र सही कर दे हमारी बहनी ना, उम्र 24 घंटे लगा गए। बड़ा
इसकी कब की आ गई है कब की रख गया गैस चाय आ गई है ठीक है और अभी आपको दिखाते हैं तावीज़ वाली चाय 15 मिनट हो गए मैं तो रख ही हूँ चाय यार तू बंदा कोई और थोड़ी तो बिस्किट में बिस्किट ठोकरा गिना के ठोकरा तेरा पता नहीं गिना गैस ये तावीज़ वाली चाय आ गई है चलो तू शायद रख ले नहीं था कब दूंगा भाई दे रख रहा तेरे तले निशान तो सही तरह से फ्री वाली चाय सरकारी चाय शमशेर सरकारी चाय है ये सरकारी चाय हाँ फ्री में नहीं मिल दिया बंगो यार एक बिया बरेना तो यहाँ सरकारी चाय सनी आ गया वाली ठीक है सिर्फ आज दे दिए तो मतलब कि बू कल भेजन तरह आज भेजे सन 5 टोटल लोग तक भेजे सन ठीक है पानी में दे सन ठीक है ते वो तरह हसनैन दे सन ठीक है वो भेजे सन ते 5 लोग आ सन टोटल थे एक मिनट पहले बना पे क्या ठीक है वो एक बिया बरेना मैं एक बिया बरेना नहीं गया स्ट्रिक्ट में मैंने हमें लोग लगा पे ट्राई में तो इतने अच्छा कर दिए विदाउट किट कोई बंदा किसका स्पॉट है ना करते मतलब तो किसका स्पॉट है ये ना शमशेर शमशेर तो उसका है ना किसका स्पॉट है नहीं मियाँ का स्पॉट है नहीं मियाँ नवाज शरीफ संडे आएगा ना तो मेरी तो छुट्टी है होगा मैं आऊँगा फर्स्ट टाइम आऊँगा सेकंड टाइम ये बैठेगा फिर अभी न्यू है ना सेकंड टाइम कौन नहीं ज़्यादा भी आ गई और जरा इतना बेटा कल बने वाला ना छत्तू वाले का हेलो गाइस क्या हाल चाल है मीट करता हूँ फ्री वाली चाय आ गई है हमारी सरकारी चाय जहाँ पे हम जॉब करते हैं ना वहाँ पे मिलती है हमें सरकारी चाय ये चेक करो जल्दी भी मैं बोले कि स्टेज बढ़ा ये प्राइवेट बिस्किट है ये प्राइवेट बिस्किट है जिसके हमें 20 रुपये लगा 4 बिस्किट ये हमारे बहुत अच्छे भाई सर्व करवा ये बंदा जहाँ पे मिले इसे मार दो एक लीटर कितने बड़े हैं बता ये पे ना 1 किलो एक वीडियो 20 मिनट दी 200 रुपये बेचते हैं जैसा पानी वीडियो ले कितने बड़े हजार लगा गया एक अलग तुम था ये बिस्किट जो है प्राइवेट है सरकारी नहीं है